Mr. Yu, nima uchun ayollar asosan shuba va norkalarni yaxshi ko'rishadi? Norka va shubalar xuddi tilla va olmosdek gap. Uni ko'rganingda va kiyganingda ham o'zingni boshqacha his qilasan. U qimmatbaho narsa. Norka demak tilla bilan bir xil. Ha, bu ham bir takrorlanmas va qimmatbaho ko'rinish degani. Juda eski vaqtlardan beri Amerika, Yevropa va Gonkong buni juda ham qadrlaydi. Odamzod aqlini tanaganidan beri hayvonlarning terisi yordamida kiyim-bosh tikkan. Taxminan 5000 yillar avval odamlar tulki, norka kabi hayvonlarning terisidan isinish uchun mana shunaqa qimmatbaho kiyimlar kiyishgan. To'g'ri, yana haqiqiy hayvon terilari havoni ham yaxshi o'tkazadi. Bunday shubalarni asosan eski davrlarda qirol va uning oilalari kiyishgan. Chunki bular havoni yaxshi o'tkazgani bilan issiqlikni yaxshi ushlay oladi. Demak, shubalarni va norkalarni azaldan faqat oqsuyaklar kiygan ekanda. Hozir ham deyarli shunday. Bu shuba va norkalarni asosan oqsuyak xonimlar kiyishadi. Chiroyli joylarga, yaxshi mehmonlarga borishganda va ayniqsa buni qimmatbaho sovg'a sifatida ham ishlatishadi. Oradan demak 5000 yil o'tdi, modalar o'zgarganmi? Hozirgi kunda modada Gonkongda umuman bo'yalmagan nikrashinli tabiiy rangli norkali shubalar va uni ustiga rossiyskiy sobelni joylashtiradigan bo'lsak, undan dahshat ko'rinish bo'lmaydi. Gonkongda esa hozir bu stilni sebo deb atashadi. Naturalniy rangni o'zi haqiqiy boylikni ko'rsatadi. Agar ustiga rossiyskiy sobel qo'ysak, boylik ustiga boylik bo'lar ekanda. Hozirgi tabiiy norkalarga esa ishonch juda ham katta. Ular bemalol 10 yil, 20 yil o'zini sifatini ushlab tura oladi. Hozirgi ishlar ancha professionallashgan. Norkali shubalarning kachestvasi yaxshiligi uchun ham u uzoq yillar davomida xuddi tilladek sizga xizmat qiladi. Buvidan qiziga, qizidan navaraga, xullas avlodma-avlod davom etaveradi. Endi mana shunaqa haqiqiy qimmatbaho shubalarni yurtdoshlarimiz Mexalyuksga kelib, bemalol arzonroq narxda sotib olishsa bo'ladi. Ular ham o'zlarini qirolichalardek his qilishadi. To'g'ri, biz har bir shubalarimizga garantiya bera olamiz. Sababi biz bu ish bilan kamida 30 yildan buyon dunyo miqyosida shug'ullanyapmiz. Gonkongdan O'zbekistonga aynan faqat Mexalyuks uchun kelganingiz uchun rahmat. Bu biz uchun juda katta sharaf. O'zbekiston juda ham go'zal shahar ekan. Men bu yerga kelganimdan juda ham xursandman.